Assalomu alaykum do'stlar. Hozir patologlar to'g'risida ozgincha tushuncha bermoqchiman. Ayniqsa qish keldi-ku, to'g'rimi? Ko'plarda hozir moda bo'lgan o'sha shiftlarni qop-qora rangga bo'yab qo'yish. Ya'ni betonni qora rangga bo'yaysiz va chiqimim kam bo'ladi deb o'ylashadi. Bu o'sha birinchi variant. Ikkinchi variant bo'lsa, bu tepani to'liq tepla izolyatsiya qilish, ya'ni issig'i ushlab turadigan biron bir tizim yaratish. Endi o'sha siz issig'i ushlab turmaydigan qilib qop-qoraga bo'yab qo'ysangiz, hamma biladi, issiq havo qatga chiqadi. Bunday sharli uchganini ko'rgansizlar, ya'ni tegidan olov chiqib, Kapadokiya shahrida, to'g'rimi? Endi issiq havo tepaga chiqqanligi sababli o'sha ko'veylardan yana boshqa etajga ham o'tib ketaveradi, to'g'rimi? Aynan o'sha izolyatsiya davrida Gipsalayt patologlari sizga yordam beradi. O'sha izolyatsiya hali pokeyga o'xshagan, machalkaga o'xshagan zarli narsalar bor-ku, shularni qo'yganingizda ularni keyin nima bilan yopasiz? Bizni shift tizimlari bilan yopib qo'yasiz. Aynan mana shu joyi bizning shiftlarning foydasidan biri bo'lib hisoblanadi. Do'stlar, bemalol bizga murojaat etaveringlar agarda maslahatlar kerak bo'lsa.